shaftoli bilan nektaringa keladigan bo'lsak, bizda asosiy masala sovuq urish bo'lyapti. Mana bu yerda 2020-yil ekkan bo'lsak, bu yerda 2023-yilda Anaman sovuq bo'ldi. Anaman sovuq bo'ldi. Minus nechi bo'ldi bu yerda? 20 dan o'tdi-da. Ha, 25 ga yaqinlashdi ham, 23-25, endi vodiyda kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin. Katta sovuq bo'ldi bilasizlar. Demak, 20-yilda ekkan bo'lsak, tasavvur qilinglar. Va bu yil mana sovuq urdimi yo'qmi? Bahorga kelgan sovuq, martda kelgan sovuq, bahorga sovuqlar ko'p navlarga ta'sir qildi. Nechi bo'ldi minuslarda? 3 minus 3 dan 7 gacha. 3 da, keyin ikkinchi kuni o'zi 7 ga o'tib bordi. To'g'ri, birinchi kun sekin tushib bordi. O'riklarda 30 xil navimiz bo'lsa, necha xilni yo'qotdik? Xo'p, taxminan 50% dan yo'qotdik. Yo'q, navlar 30 xil navimiz bo'lsa, necha xili shu rost mana keragidan oshiq meva qildi? 16 xil bormi? 10 xiliga yaqini keragidan ortiq. Bular o'zini chaynatuvchilarmidi yo nimalarmi? Qanaqa bular qoldi? O'zini chaynatuvchilaydi. Asosan shunaqa. Ha. Keyin kechroq gulladi. Kechroq gulladi, sovuqda keyin gulladi. Sovuqda gullaganlar o'zi aksariyati kam bo'ldi. Qani 10%, umumiy hosildan qancha? 10-20% bo'ldimi? 10%, 15% atrofida. Demak, o'rikda mana e'tibor beryapmiz. Sharkaga chidamligi virusdan tashqari kech gullashi va o'zini o'zi changlatishi bu yilgi hosil olishimizga sabab bo'ldi. Qolgan navlardan olinadi. Endi mana bu yerda shaftoli nektarinlarga keladigan bo'lsak, bu yerda 2023 da juda ko'p navlarimiz, bu yerda ham 30 xildan oshiq navimiz bor. Shunaqa. Shundan bir 5-6 tasi qilgan. Bu yil sovuq haqida, shaftolilarga mana shu ta'siri haqida qisqacha aytib bersangiz, qanday ko'rinishda bo'ldi? Ya'ni biz bahorda meva bor deb o'yladik, sovuq umuman tegmadi deb o'yladik-a. Shu haqida qisqacha aytib bering. Xo'p, hozir ham aksariyat bog'larda e'tibor berishdimi yo'qmi bilmayman. Mevani har xil farqda rivojlanish bo'ldi. Mana bittasi. Ya'ni mana xuddi shunaqa. Bu yagona qilyapganda go'yoki zararlanmagan, yaxshi navda. Kichkinaligida qilganimiz uchun bir xil bo'lib turaverdi. Bir xil bo'lib turdi. Yagonada keyin o'zi rivojlanishda ortda qolishni boshladi. Ayrim mevalar. Demak, bu degani katta ehtimol bilan sovuq ta'sir qildi. Lekin keyingi yangi sortlarimiz umuman sovuqdan ta'sirlanmadi desak. Zararlanmadi. Endi buni masalan, mana shunaqa maydasini aytaylik, mana Big Bang bor, Brittany Lane bor, to'g'rimi? Mycrest bor, yana boshqa bir nechta sortlarimiz bor. UFO'ni aytishimiz mumkin. Endi UFO ko'p yorilyapti, o'rniga Samantha yana raketkamiz ham chiqib qoladi, xudo xolasa. Bu navlarda mana maydak bo'lib ko'rindi, to'g'rimi? Ko'rindi. Aytaylik, bular qanday qilib qoldi? Ya'ni bular chidamli nav bo'lganligi uchunmi, serhosilmi yo kech gulladimi? Nimasi bularda ko'proq mana shu ikkita navimizda ko'p hosil berishga sabab bo'ldi? Xo'p. Ikkita anaqani aytaman, sabab aytishim mumkin. Birinchisi o'ta serhosil. Bular. Qayerdan bilamiz o'ta serhosilligini? Ikkinchi 2 yoshli, 3 yoshli novda ham gullaveradi, meva qilaveradi. Ya'ni bir yilligimiz yaxshi ishlarimiz o'xshamay qolib, yarimtaki bir qarshi bo'lib qolsa, demak, qolgan 2-3 yoshida meva qiladi. Demak, bular o'ta serhosilligi bitta sabab. Keyingi sababi kechroq gulladi. U nargi navlarga nisbatan. Bu oldinga aytib o'tgan navlarga nisbatan bular kechroq gulladi. Sovuq ta'sir qilgan navlarga nisbatan kechroq gulladi. Endi bular demak, mana bitta shaftolimiz, nektarinimiz hali nom qo'yilmagan, raqam ostida kelgan, to'g'rimi? Biz o'sha raqam ostida ekkanmiz. Nav qo'yadigan, nomi chiqadigan bo'lsa, uni yetkazamiz sizlarga. Lekin hozirda bu ikkita navimizda mana qolganlarda necha foizi shunaqangi mayda bo'lib qoldi. Daraxtda aytaylik 100 ta, 150 ta meva qoldirgan bo'lsa, 30-40% gacha bo'ldi. Ba'zi navlarimizda ancha ta'siri bor. Demak, sovuq urlarga qattiq zararlandi, erta gullagani uchun. Bularda necha foiz shunaqa mayda bo'ldi? 5% chiqib. Ozmashdan oldin mana bitta ko'ryapsiz. Terimay qolib ketgan, terishmagan. Terilmagan uchun turibdi hozir 5%. Demak, 5%. Bular tonnasi, yilikligi, ya'ni kech gullashi va o'ta serhosilligi hamma yoqda hal qilyapti. Big Bangga nisbatan menga qizig'i mana bu nektarin ekan. Bu shaftoli nektarinni buni Big Bangga nisbatan solishtirganingizda qaysi biri ustun? Ochiq oydan aytganda, ya'ni Big Bangni bilamiz juda ham uzoq tera olamiz. Yaxshi serhosil deymiz. Bunga nisbatan solishtirganingizda nima plus minuslari bor bu navda Big Bangga nisbatan? Xo'p, serhosil. Big Bang 2-3 yoshida gullaydimi?
gullaydi, lekin umumiy hosildorlikka olganda bu 2 yoshlik, 3 yoshlikdan gullagan hisobiga hosil ko'p. Big Bangdan demak hosil ko'proq. Hosili ko'p. Xo'p, ikkinchisi gibridlash degan narsa bo'lyapti hozir. Teshiqlashib qolyapti. Bu juda kam. Bularda kam. Juda kam. Big Bangda ko'proq bo'ladi. Yana bitta narsani tushunib olishimiz kerak. Bu kechroq gulladi degani, kechroq pishdi degani emasda. O'sha Big Bang bilan pashta davri qachon buni yaxshi aytdingiz. Big Bangdan 1 kun, 2 kun o'tib terib oldik. Buni ham. Shunaqa. Terimda masalan Big Bangni bir terimida necha foiz terasiz, bunda necha foiz tera olasiz? Farqi bormi? Bunda 50% tera olamiz. Bir terimda. Big Bangda bir 30% tera olamiz. 30% dan oshmaydi. Maksimal 30% terish. Hisobiga bu qizilroq. Qizilroq, rang olishi, birdan yetildi. Mevalar yaxshi yiriklashadi. Big Bangni sal farq bilan yiriklashadi. Tepa qismi ertaroq bo'ladi. Tepa qismi ertaroq bo'ladi. Keyin 3 ga bo'lib terib olamiz. Bunda teng yetilgan hisobiga daraxt bo'ylab teng yetiladi. Necha marta terdinglarmi? 2 marta terdik. Big Bangda 3-4 marta. Endi danagini yorilishida ham farqi bormi? Bu shaxsda ham qisqacha. Buni aytadigan bo'lsak, Big Bangda dana yorilishi bor. Bunda hali biror marta ko'rmadik. Endi dana yorilishi nima minuslari bor masalan? Men bu haqda aytganman oldin Ispaniyaga borganimda. Bizda Big Bang zo'r, Big Bang erta pishadi, hamma yo'q zo'r, uzoq muddat 2-3 haftalab teryapmiz. Deganimda aytishdiki, biz yetishtirmay qo'yganmiz, dana yoriladi, iste'molchilar xohlamayapti. Ya'ni u tishni sindirishi mumkin, har xil muammo keltirib chiqaryapti. Yetishtirishda, saqlashda nima farq beradi? Dana yorilgani nima minuslar olib keladi? Birinchi saqlashda. Nima bo'ladi saqlashda erta naqa bo'lyapti, ya'ni zararlanish bor, misol uchun aynishi bor. Dana yorilib ketadi. Qolib yumshab ketyapti. Qoladi, yumshab ketadi. Saqlashda demak yaxshi emas. Saqlashda yaxshi emas. Xaridorlar ham uni tushunib qolgan, uni olishmaydi. Shuni ajratib qo'yishadi. Big Bang desangizmi, yo danaga o'zi yorilgan ko'rinadimi? U qanday ajratadi? Sartarovka qilyapganda orqa tomondan yorilgan ko'rinib qolyapti. Ba'zilarda ko'rinadi. Endi ba'zi biladigan naqalar sartarovchilar o'zi shakli bilinib qoladi, dumaloqroq bo'lib qoladi u. Ikkiga to'la ajrab qoladi haligi. Chizig'i yirik bo'lib, o'shandan o'zi bilib qolyapti, mana shu yorilganda. Yorilgani sirasi bilinyapti. Demak, buni ham yorilganini demak ochmasdan ko'rinmagan holatda ham ajratish mumkin. Demak, umumiy holatda demak Big Bangdan ustunliklarni aytib o'tdik. Menimcha yetarli bo'lsa kerak. Sovuqqa chidamligi bo'yicha Big Bangga nisbatan qanaqa bu? Xo'p, mana bu yilda ochiqni aytamiz, Big Bangda zararlanish bo'ldi. Sovuqdan ta'sirlandi. Ta'sirlandi. Ko'proq bo'ldi maydasi. Buni ko'rmadik. Bunda o'sha hozir aytganimizdek 5% bo'lishi mumkin. Big Bangda? Big Bangda shu 20% atrofida undan ham ozmas ko'proq. Mayda bu rivojlanmay qoldi. Biz ham hayron bo'ldik. Ya'ni bitta shoxda 4 ta meva reja qilib sonini sanab qo'yganmiz. Uni bilmadik biz. Uni вообще kechsirlashtirsak bilarmidik bilmadim. Ya'ni u rosa katta bo'lganda, farqi bor qolganda ajratardik. Paytda ajratib bo'lmadi. Demak, qisqacha qilib aytganda, yangi navlarda o'ziga xos ustunliklari bor. Bitta nav bilan qolib ketavermaymiz. Masalan, oldin o'sha lola, muyassar yoki bir turli tuman har xil nektarinlar bo'lardi. Hozirga kelib mana Big Bang davri keldi. Bir 5 yilcha yaxshi boshqa yetishtirildi. Va 10 yil deylik, Big Bang kelgani bilan hozirgacha 10 yil va bu keyingi avlod, bular o'ta serhosil, sovuqqa chidamli, kechroq gullagan hisobiga danaga yorilmaslik ustida, ya'ni keyingi avlodlari yaxshiroq bo'lib boraveradi. Bundan ham yaxshiroqlar chiqishi mumkin, muammo yo'q, agar kimdir kuzatib boshqa qilsa. Bu shaftoli haqida ko'p gaplashmadik. Buni Brittany Lane'ga solishtirib agar farqini aytsangiz zo'r bo'ladi. Buni demak Big Bang davrini o'rinbosari sifatida Park and Plants'da biz oldiga suramiz. Buni Brittany Lane o'rniga sursak bo'ladimi? Bo'ladi. Shu davridan qancha farqi bor? Hop. 4-5 kun farqi bor. Brittany Lane ertaroq pishadi. Lekin ba'zi xaridorlar buni yiriklash bo'lgandan keyin ham ba'zilar olamiz deyishdi. O'shanda ham olishmoqchi bo'ldi. Brittany bilan bir paytda. Brittany'ni yetilmagan bo'lsa ham, yirikligi yaxshi bo'lgan, rangi chiroyli oldi. Brittany Lane'ga solishtirganingizda mana Big Bang solishtirdingiz, serhosilligida, sovuq urmasligida, maydacha bo'lmasligida va tonla umumiy gullash haqida qisqacha. Bu shaftolni aytamiz. Xo'p, har xil stresslarga chidamli ekan. Ikkitalik bo'lib qolish yo'q. Men ko'rmadim ikkitalik bo'lib qolganini. Sovuqdan ta'sirlanmadi.
Xo'p. Gullashi qanaqa? Bu ham 2-3 yoshlikda gullay oladimi? Ha, 2-3 yoshlarda gullaydi. 100% 2-3 yoshlarda gullaydi. O'sha o'ta serhosil. Britlenddan karrasiga serhosil ekan bu. 2 barobar. 2 barobar. Britain Lane kesayotganimizda esingizda bo'lsa bu yoqqa borganimizda menga bitta yoqmagan tomoni Britain Lane'da 60-70 santimetrdan kalta o'sgan shoxlari gullamadi yaxshi. Demak, uni o'ta katta agrotexnik bizga talablar kerak. 60-70 agar o'stira oladigan bo'lsak, minimum hosil Britain Lane borlar, Big Bang borlar uchun bu qarshi gaplar emas. Ya'ni to'g'ri agrotexnikasini qiladigan bo'lsak, ularda biroz qiynalib, biroz qimmatroqqa tushishimiz mumkin. Yetishtirsa bo'ladi ularda ham. Davom etaveramiz. Lekin keyingi bog' qilayotgan akalarimiz uchun bu yangilik, ya'ni o'sha yangi navlar testidan o'tib, bu yil mana yana sovuq urganini ko'rdik. 23 da ham bular tirik qolib ko'p hosil qilganini, gullashda ham. Umuman har tomonlamaga mevani razmerlarida qanaqa farqi bo'ldi? Shuni ayting. Mevani razmerida bular necha grammgacha bo'ldi ikkalasini alohida aytsangiz? Xo'p, shaftoli. 180 gram, 160 gram bu. Nektarinimiz, Nektarin. Shaftolimiz 200 gram atrofida bo'ldi. Pish davri iyunni birinchi 10 kunligi desak, 5 kunligi desak bo'laveradi. Bu 8-da dedingiz. Bu yo'q, bu 5-da, bu 7-da. Ha, 2 kun farqi bor ekan. Bu 5-kunda terim bu boshladinglar, buni 7-iyunda. Bu 7-da boshladik. Demak, umuman olganda ko'p cho'zmaymiz. Zerikib qolmasligingiz uchun yangi avlodni ustunliklar eshitdinglar. O'ta serhosillik, sovuqqa chidamli qattiq e'tibor. 6 yilda tasavvur qilinglar, 23 da, 26 da 2 marta zarar yegan bo'lsa, 10 yilda 3 martadan oshiqroq biz hosilni yo'qotyapmiz. Shuning uchun nima tavsiya? Tavsiya shuki, o'zinglar uchun mana shu erta pishar, undan ham erta pishadiganlar bo'lsa, riskni to'g'ri boshqarishimiz kerak. 30% undan, 30% chidamli yoki bir 50-60% chidamli narsa bo'lishi kerak. Erta pisharini topyapmiz. Va qolganini mana yangi navlar kelyapti. Bilasizlar, PSBni, Louisella, Anjir nektarinlar masalan va bundan boshqa erta pisharlar chiqib kelyapti. Bularda ham o'zini o'rni bor. 30-40% dan oshirmasligimiz kerak. Asosiy navlarimiz baribir shu yangi navlar. Serhosil, sovuqqa chidamli, yirik tonnani bera oladigan navlar bo'lishi kerak. Parkent Pointsga murojaat qilib, podpiska bosishni, like bosishni esdan chiqarmanglar. Kommentariy hech bo'lmasa rahmat deb yozib qo'yasizlar. Chunki yangi navlarni olib kirib test qilib, mana 2020-yilda aytgan bo'lsak, 5-6 yillik natijalar haqida sizlar bilan gaplashyapmiz. Ikrom boyga, Abdusattor akamga katta rahmat. Sog' bo'lasizlar. Xursandmiz. Rahmat.